Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla, FlyESIM kompaniyasining asoschilaridan biriman. Bugungi videoni yozishimizdan asosiy maqsad juda ko'p mijozlarimizda, juda ko'p bizni foydalanuvchilarimizda eSIM nima, eSIMni qanaqa qilib sotib olishim kerak? Meni telefonim iPhone yoki meni telefonim Samsung yoki meni telefonim Xiaomi. Meni telefonim eSIMni qo'llab-quvvatlaydimi? Qanaqa qilib ustanovka qilaman? Qanaqa qilib sotib olaman? Sotib olganimdan keyin qanaqa qilib aktivatsiya qilaman? O'zi qaysi platformalardan sotib olsam bo'ladi? Sotib olganimdan keyin qancha vaqt ichida uni aktivatsiya qilishim kerak degan savollar uchrab turibdi. Shuning uchun bugungi videomizda aynan mana shu sanab o'tgan savollarimni hammasiga birin-ketin javob beramiz. Keling, unda sizning telefoningiz eSIMni podдержка qiladimi yoki yo'qmi, shuni aniqlashtirib olsak. Birinchi navbatda telefon qismiga o'tasiz. Yulduzcha reshotka 06 reshotkani bosasiz va sizni telefoningizni oynasida email kodlari chiqadi. Va shu email kodlar bilan birgalikda sizning telefoningizda EAD va yon tomondan 32 ta son chiqadigan bo'lsa, sizni telefoningiz eSIMni podдержка qiladi. Agarda EAD chiqmasa, demak sizning telefoningiz eSIM podдержка qilmaydi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda eSIMni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyESIM zamonaviy sayohatchilar tanlovi.